Jigarlar, Rossiyadan ishni zo'rin topib qo'ydim. Smenalik, bezabyom, yotoq, registratsiya borib kelish forma, trudodagor o'yimlarning hammasi kompaniya tomonidan mutlaqo bepul, kuniga 4000 rubl. Hozirgi kunda 600 ming so'm kuniga o'zbek so'miga aytsak bo'ladi. Undan tashqari ko'ryapsizlar, hamma narsa kompaniya tomonidan mutlaqo bepul. Hamma erkak, hamma ayollar 18 yoshdan 50 yoshgacha ishi zo'ri. Videoga bitta like bosamiz va videoni maksimal darajada musofirda ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shasizlar degan umidaman. Demak, biz yaxshi kayfiyatda bugungi yangiligimizni boshladik. Rossiyaning Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uydimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Musofir jigarlarim, sizlarga ishni zo'rin topib qo'ydim. Ish qidirib charchagan bo'lsangiz, kanalga shunchaki obuna bo'ling va bugungi videomizni oxirigacha ko'ring. Chunki bizda bugun 111 ta vakansiya bor. Yotoq bepul, registratsiya bepul, borib kelish bepul, 2 mahal, даже 3 mahal ovqat ham mutlaqo bepul. Forma Trudodagor ujimlanigacha kompaniya hisobidan mutlaqo tekinga qilib beradi. Xo'p, yoshga keladigan bo'lsak, 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol, o'g'il, qiz hammani ishga qabul qiladi. Jigarlar, mana bunaqa ish like arzidimi? Iltimos, videomiz manfaatli bo'lib, musofirda ish qidirib yurgan jigarlarga yetib borish uchun bitta like bosib, kommentariyada yana qayerdan ish chiqarishimiz haqida yozib qoldirsanglar, inshaalloh keyingi safar o'sha joydan ish chiqarishga biz harakat qilamiz. Oyliklarga keladigan bo'lsak, 1000 dollardan 2500 dollargacha jigarlar. Hamma o'zbek, tojik, qirg'iz, millat, dini, irqidan qat'iy nazar bemalol hamma ishga kelsa bo'ladi jigarlar. Demak, bu ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast, город Korolyov, Moskovskiy oblast, город Podolsk shahrida joylashgan. Ya'ni ikkalasi ham Moskovskiy oblast territoriyasiga kiradi. Moskva patenti ham o'taladi, Moskovskiy oblast patenti ham o'tadi. Lekin dokumentsiz ishga qabul qilmaydi. Ruskiy firma. Shuning uchun ofitsialniy ish bez dokumentlar iloji yo'q, telefon qilish foydasi yo'q jigarlar. Shuning uchun faqat dokumenti bor, ishga chanqoq ishlayman degan opa-singillarimiz, aka-opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana город Korolyov nomeri ham turibdi, город Podolsk nomerlari ham turibdi. Promodan yoki Maxdan aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu ishimiz fabrika bo'ladi, ya'ni kulinarniy fabrika. Bu joyda ovqat tayyorlaydigan fabrika. Ya'ni bu ovqatlarni tayyorlaydi, tayyor mahsulot sifatida magazinga, do'konlarga chiqariladi. Siz kimdir kartoshka qovuradi, kimdir upakovka qiladi, kimdir tortiydi, tarozda tortib, killasini chiqaradi, kimdir erkaklardan o'shani paletga solib, xullas gruz qilib ortib yuboradi jigarlar. Xullas mana shunaqa oldi qochdi ishlar. Albatta buni hamma eplaydi. Sizdan birgina talab faqat patent bo'lishi kerak. Moskva yoki oblast qolganini qo'yavering. Albatta eplaysiz. Ishoninglar, 18 yoshdan 55 yoshgacha mana aka-opa singillarimiz ishlab yurishibdi. Videoda ko'rib turibsizlar, ko'p gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. O'shaning uchun mana sizlarga o'sha ish jarayonlarini, o'sha joyda ishlayotgan, bo'layotgan videolarni joyladim. Xo'p, bu ishimizga o'tgan safar chiqarganimda 89 ta odam bor edi jigarlar bir haftaning ichida. Yana bugun 111 ta ishchi so'rayapti. Shuning uchun mana shu 111 ta odam aynan siz bo'lishingiz uchun tezda mana pastda raqamni turibdi. Promodan yoki Maxdan sirazi aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Iltimos jigarlar, joylar soni cheklangan. Ko'ryapsiz, ish yaxshiligidan odam oqib boryapti. Siz ham bu imkoniyatdan foydalaning. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etsanglar, inshaalloh bundan-da zo'r ishlarni biz musofirlar uchun chiqarishda davom etamiz. Jigarlar, bosinglar, videoga like bosib, tezda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib o'z joylaringizga band qilinglar. Bunaqa imkoniyat Moskva hamda Moskovskiy oblast yurgan aka-opa singillarimiz diqqatiga, kimga ishonchli garantiya xizmati kerak bo'lgan bo'lsa, bizda yangiliklar zo'r bor. Biz o'zimiz sizlar uchun, musofirlar uchun ishonchli mashinalarimizni qo'ydik. Endi har kunlik reyslarimiz bor. Moskva, Moskovskiy oblast hududidagi barcha o'shimiz musofir, o'zbek, tojik, qirg'iz bo'lishidan qat'iy nazar garantiyaga chiqishingiz kerakmi? Bo'ldi, mana ikkita nomer qo'yaman. Sherzod akamiz o'zimizning mashina 100% ishonchli, aytgan narxda borib, aytgan narxda olib keladi. Dokumentingizda liboy muammo bo'lsa, hammasini 100% yechib berishadi va eson-omon olib borib kelishadi. Xullas, mana shu ikkita nomerni o'zingiz uchun saqlanib qo'yinglar. Qachonki garantiyaga chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, shu nomerlarga Sherzod akamizga срочно Telegram, WhatsApp promo nomeridan aloqaga chiqaverasizlar. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir.